Tinchlikmi kampir, nima yig'layapsan? Marvaj yegim kelyapti. Jinnimisan shu sovuqda ya? Men emas, u xohlayapti. Rostdan shu yoshimizda ya? Uyat emasmi? Mayli nima bo'lsa ham zo'r bo'pti-ku. O'g'il bo'lsin-da ish qilib. Mana kampir muzdagina marojni istib ye. Voy rahmat, qulpini yegim kelyapti. Uni qayerdan topaman endi? Men emas, axir u xohlayapti. U uchun olib kelaman. Shu yoshda g'alati bo'lar ekan. Mana kampir klubniki. Hididan yangi kiyim kiygim kelyapti. U nimaga? U taksikotchi yangi turmi endi? Men emas, axir u xohlayapti. Xohlamay qolsin. Hozir kiyimi pensiyam qolmayapti. Hozir. Kampir mana olib keldim. Yangi kiyimlar qani? Bu babi artistitili zo'r narsa ekan. Eski kiyimlarni shuni to'g'riga tashlaysan, qaynagan suv solasan, bunda solasan, ana kiyimlaringdagi dog'larni hammasini ketkizar ekan. Oq kiyimlarni oppoq qilar ekan. Allergiya ham chaqirmas ekan. 100% Germaniya xomashyo'sidan qilingan ekan. Ha, yaxshi, lekin men tilla xohlayapman. Silashgan qilyapsizlar-da, kampir. Qanday taksikotda tilla xohlaydi? Bola tilla ober, tilla xohlayapman demasa kerak. Qanaqa bola? U xohlayapti debsan-ku. U bola emas. U kim? Nafs, meni nafsim. Nafsingga. Aytdim, shu yoshda ishlasa bo'lmaydi-ku deb. Eslatdi